2026-yil 28-fevral sanasiga bu oddiy danakka ulangan 2 yoshli turetskiy nargis shaftoli hisoblanadi. Hosildorligiga, hosillariga olayotgan mana kurtalarga baho berasizlar. Hossillar bilan birga 2 yoshli daraxtni qanday obresga qilish haqida videoni oxirigacha kuzatib olsalaring birgalikda ko'ramiz. Do'stlar, tepa tomondan olib tashlashimizdan maqsad agar tepa tomondagi shoxlar olib tashlanmasa, bu yerda o'suvchi nuqtalar tepaga chiqib ketadi. Shuni hisobiga daraxt yanada ko'tarilib ketadi. Daraxtni mevali kurtalar bilan to'ldirib olganmiz. E'tibor berib ko'rishingiz mumkin. Juda ham toshli, yerda jiri yo'q joyga ekilgan. Lekin hamma narsa qarovga bog'liq. Stol qo'yib kesishni maslahat beraman, chunki zamin shoxlar stollarda rivojlanadi. Agar daraxtingiz pastdan shakl berilgan bo'lsa, pastki shoxlarda kaltaroq qo'yishlarini maslahat beraman. 1 yil davomida meva olasiz va uni chiqarib tashlashga to'g'ri keladi. Chunki bu joyda bu turetskiy nargis juda ham serhosil shaftoli turi bo'lgani uchun bu yerlarda olingan mevalar shoxni pastga egadi va o'tlar orasida yoki salqinda bu juda ham sifatsiz meva bo'lib qolishi mumkin. Shu sababdan pastki shoxlarni kaltaroq qo'yishlarini maslahat beraman. Bu faqat 1 yil davomida foydalanishlari mumkin bo'ladi xolos. Aslida sifatli meva olmoqchi bo'lsangiz, daraxtni 60 sm tepada boshlashingiz kerak bo'ladi, lekin pastki shoxlarga ham tegmaslik kerak. Ulardan ham bir marta daraxtni ekilganda qilingan rasxotini chiqarib olish maqsadida foydalanish mumkin bo'ladi. Bu yerda mana hosildorlik juda baland. Ko'rishlaringiz mumkin, har bitta shoxda hosil bor. Shu sababdan hosil shoxlarini hisob-kitob qilib qo'yib boramiz. Hosil yetarlicha bo'ldi. Bo'yini qaytarish maqsadida yon kurtakka qo'yamiz. Sabab ko'pgina chiqarib olmasligi uchun agar yon kurtakka qo'yilsa, mana ko'rishlaringiz mumkin, bu yonidan so'ruvchi shox paydo bo'lishini hisobiga tanadagi quvvatni tepaga tortib, tanani semirishga olib keladi. Bo'yini imkon qadar teng qilishga harakat qildik. Bunga qo'ysa bo'lar ekan, lekin buni olib tashlaymiz. Xuddi shu holatda obresga qilishlarni maslahat beraman. Bu 3 litrli holatda qildik. Keyingi daraxtga o'tamiz. Orada gilos ekilgan, bu uzoq yillik daraxt turi hisoblanadi. Bundan uzoq vaqt foydalanish mumkin. Ungacha shaftoli daraxtidan sotilgan daromadi bilan bu ekilgan va bu yerlarga qilingan agrotexnika ishlarini, rasxodlarini chiqarib olish mumkin bo'ladi. E'tibor berib ko'rishingiz mumkin, juda ham pastdan shox chiqyapti. Biz bu yerda shoxni, pastdan chiqqan shoxni olib tashlamaymiz. Tikroq o'sgan bu nargis shaftolisi juda ham hosili ko'p bo'ladi va juda ham yirik bo'ladi. Shu sababdan yonga egilgan bas tik shoxlardan foydalanishlarini maslahat beraman. Ko'rishlaringiz mumkin, bu tomonda ham 3 litrdan foydalanamiz. Iloji yo'q, pastdagi shoxdan foydalanishga majburmiz. Pastdagi kichkina kurtachalardan ham meva olishga harakat qilamiz. Stolga qo'yamiz. Kaltaroq qo'yamiz, sabab keyingi yili bu tomondan chiqqan shoxni bunga almashtirib yuborishimiz mumkin bo'ladi. Raqobatlarni olamiz, baribir meva kurtak ko'rinmayapti bu yerda. Behuda o'smasligi uchun faqat mevali shox qo'yishlarini maslahat beraman. Shu sababdan obreskani erta bahorda yoki agar kuzda kesiladigan bo'lsa, mutaxassislar yordamida kesishlarini maslahat beraman. Mana ko'rishlaringiz mumkin, bu joyda shox bu bo'y berildi. Mana yon tomondagi kurtakka qo'yildi. Yon tomonda kurtak bo'lmasa, yon shoxga qo'yishlaringiz ham mumkin bo'ladi. Lekin shoxni ochib chiqishlarga maslahat beraman.
Shu holatda mana bu yerda juda ham pushtak ko'p, shu sababdan buni ham siyraklashtiramiz. Egilib yerga tegib qolishi mumkin bo'lgan shoxlarga bittadan ikkitadan gul kurtak qo'yib, shoxlarni kaltalab chiqamiz. Agar shoptolingizni qanday holatda meva olishi mumkinligi haqida xabaringiz bo'lmasa, pastda nomer qoldiramiz. Aloqaga chiqib sortini aytsalaring, uni qanaqa holatda shoxini qo'yishlaringni to'liq ma'lumotini beramiz. Bu tik qo'ydik, chunki bu juda ham og'ir va yirik meva beradi. Egilib ketib sinishi mumkin. Shu sababdan shoxlarda mevalarni faqat yetarli darajada o'zini yoshiga 2 yoshli shoftoliga yetarli darajada meva qo'ydik. Agar video manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yamiz. Bu videoni shoptoldan bog' qilgan yoki shoptoldan bog' qilmoqchi bo'layotgan aka-ukalar, bog'bonlarimizga jo'natib qo'yamiz.